Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, drabilka ishqibozlari. Xudo xolasa mana drabilkalarimizda ustakalarimiz tayyor qilib qo'yibdi. Ular soni cheklanmagan. 12 ta viloyatga Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston respublikalarigacha chiqarib beramiz deyapti. Sifat brendi ostidagi universal drabilkalar. Ishlashlari xudo xolasa cho'q ishlaydigan drabilkalar, maholikli. Mana bunday setkalar bor. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 xil setkasi bor ekan. Sifat brend ostidagi drabilkalar. Soni cheklanmagan. 12 ta viloyatga yetkazib beramiz deyapti. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistongacha yetkazib beramiz deyapti. Hammasining motori 220 ga ishlaydi. Ishlashlari xudo xolasa cho't ishlaydiganlar. Mana joyiga 30 kilo arpa top qo'yganmiz. Uni ham chiqarib bo'lgandan keyin bir qator ko'rsatamiz qanday chiqarganini. Kimga shunaqa sifat brend ostidagi drabilka kerak bo'lsa, mana shu nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. 12 ta viloyatga yetkazib beramiz deyapti. Soni cheklanmagan. Narxlarini o'zlari bilan, egalari bilan kelishasizlar. Mana bunday tig'lari bor, mana ko'ryapsizlar. 32 talik tig'lari bor ekan. Kimga shunaqa sifatli drabilka kerak bo'lsa, aloqa chiqib ko'rasizlar akalar, nomerlarni ko'rsatdik, yana ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu birinchi qo'l ishlab chiqarish joyidan. Drabilkalar. Mana bunday musor yasklari ham bor ekan. Qashqadaryo viloyatiga tayyorlanyapti bular. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqib ko'rasizlar. Chiroyli qilib yetkazib berishadi.